Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun sizlar bilan adabiyot olamiga sayohat qilamiz. Asardan parcha loyihasida sizga bolalik olamining samimiy va nurli manzaralarini ochib beruvchi parchani o'qib eshittiraman. Adib Aziz Yoqubovning Bolajon bobo hikoyatlari to'plami bolalar dunyosi, ularning orzu-umidlari va ilk yutuqlarini sodda, ravon va hayotiy uslubda ifodalaydi. Bu hikoyatlarda bolalar dunyosiga xos poklik, mehnatga muhabbat va ustozga hurmat tuyg'ulari yorqin tasvirlanadi. Hozir esa siz bir bolaning ijodi orqali o'z yo'lini topishi, ustoz e'tibori va ota-ona quvonchi qanday katta kuch ekanini his etasiz. Marhamat, bu parchani diqqat bilan tinglang. Ertalab turib nonushta qilib maktabga jo'nadim. Ayam mendan oldin maktabga kelib, o'qituvchim bilan kulishib, gaplashib turgan ekanlar. Men sinfga kirib ketdim. Darsdan chiqsam, ayam hovlida meni poylab turgan ekanlar. Meni ko'rib suyunib ketdilar. O'qituvching seni rosa maqtadi. Konkursga yuborgan rasming shaharda birinchi o'rinni olibdi. Shu xabarni ota-onasining o'zlariga aytib xursand qilay deb kelishsin degan ekan. Konkurs rasmlarini ko'rib chiqqan yirik rassomlardan biri bu bolaning ota-onasiga aytinglar, biz uni shogirdlikka olamiz. O'zimizning bag'rimizda bo'lib, kelajakda mashhur rassom bo'lishi uchun harakat qilamiz, deb rassomlar ustaxonalari va telefonlarini yozib beribdi. Ayam xursand. Men hozir dadangga qo'ng'iroq qilib, bu xabarni yetkazaman. Dadang sevinib ketadilar, dedilar. Oradan kunlar, oylar o'tyapti. Dangasalikni yig'ishtirib, a'lochi o'quvchi bo'lib oldim. Rassomlar ustaxonalariga borib, rassomlik san'atini, nozik sirlarini o'rganyapman. Yaqinda men tengdoshlar orasida rasm tanlovda ham birinchi o'rinni oldim. Sevimli o'qituvchim Sojida Isroilovnaga chin yurakdan rahmat deyman. Shu hurmatli o'qituvchim tufayli kelajak yo'limni tanlab oldim. Xulosa qilib aytganda, Aziz Yoqubovning Bolajon bobo hikoyatlari asari bola qalbini tinglay olishni, uni qo'llab-quvvatlash va ishonch bildirish naqadar muhim ekanini yorqin ko'rsatadi. Asardagi qahramonning yutuqlari ortida ustoz mehri, ota-ona duosi va tinimsiz mehnat mujassam. Bu hikoyat har bir bolaning iste'dodi, e'tibor va rag'bat bilan kamol topishini eslatadi. Asar kitobxonni orzu qilishga, intilishga va o'z yo'lini topishga undaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Axborot resurs markazi xodimi Yusupova Kimyoxon bo'ldi.